Assalamu alaykum ekran oldidagi ko'rman do'stlar, aziz qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Oshpaz film ishlash guruhi surat kelib tayyorlagan kunda yangi tam programmasi. Bu sam programmamizda davlatlik oliy darajalik oshpaz Eziljon ustam o'z mahoratini namoyon qilish uchun Shayar nahiyasidan alohida yetib keldi. Assalomu alaykum Eziljon ustam. Va alaykum assalom. Programmamizga qatnashganligingizdan intayin xursand bo'ldim. Bu sam programmamizda ko'rman do'stlarimizga qanday bir taomning tayyorlanish jarayonini tanishtirib o'tsizkin? Bu qatimqi programmamizga men Қуруқ Пурчақ Yes Пурчақ qo'rmisini tanishtirman. Қуруқ Пурчақ Yes Пурчақ qo'rmisi. Eziljon ustam, bugungi Қуруқ Пурчақ Yes Пурчақ qo'rmisiga ketadigan xam materiallardan qaysilar bor? Қуруқ Пурчақ Yes Пурчақning ketadigan xam materiallardan Yes Пурчақ, qo'l piyaz, go'sht, samsaq, zanjibil qatorliqlar. Mushalarmi? Bu qo'rmiga ketadigan tam xurishlardan yana qaysilar bor? Bu qo'rmiga ketadigan tam xurishlardan qahmosh, kavovchin, tuz, to'qtam tetqusi, tetqu, kunjut qatorliqlar. Kunjut qatorliqlar. Mushalarmi? Mushlarlar. Mana Қуруқ Пурчақ Yes Пурчақ qo'rmisiga ketadigan xam materiallar shunaqla tam xurishlar bilan tanishib chiqib oldik. Endiki bosqichimizda Xam materialni tayyorlab olamiz. Tayyorlab oldik. Bo'ldi. Yes Пурчақni qanday tayyorlaymiz? To'g'ramdoq yoki? Bu ehtiyojiga qarab o'tirdim. Uchta olsak, qo'l uchta olsak ham bo'ldi buni. Parchalasak shundaqmi? Parchalasak bo'ldi. Buniki uzun qisqaga qarab, hamda uzunlarini 3 parcha, qisqalarini o'tirdim 2 parcha qilamiz buniki odatda. Odatda buni boshqa jipak chiqadi. Jipchilarni elib o'tyapsiz qarasam. Elib olsak bu yeyishlik bo'ldi. Bilib oldim. Nima qilib baqay. Bu adilab bo'lgan Yes Пурчақni endi yuvamiz. Avval bu xam materialni to'g'rab olamiz. Yes Пурчақni tayyorlab oldik, parchalab, endi qo'l piyozni shunaqmi? Qo'l piyozni to'g'raymiz. Qo'l piyozni uzun to'g'randiq? Ushaq ekanmiz. To'g'radiq, endi go'shtni to'g'raymiz. Go'shtdan kal go'shti, qo'y go'shti yoki boshqa uy qushlarining go'shtlari degandek qanaqli bo'lsa bo'laveradi? Qo'y go'shti, kal go'shti bo'lsa bo'ldi. Go'shtni inchga to'g'raydi ekanmiz-da? Inchga to'g'rab, buni kichik to'g'raymiz. Avval yalpoqlab, ondan keyin kichik to'g'raymiz. Texim o'shiq deydi ekanmiz-da? O'shiq deymiz. Bunday uyg'ur to'g'raymiz deb qopdim. Oldu, go'shtni to'g'rab oldik. Endi samsaqni to'g'rab oldik. Zanjibilni to'g'rab olaylik. Zanjibilni ushoq to'g'raymizmi? Zanjibilni ushoq to'g'raymiz. Endi Қуруқ Пурчақ Yes Пурчақning xam materiallarini to'g'rab tayyor qildik. Қуруқ Пурчақ Yes Пурчақ qo'rmisiga ketadigan xam materiallarni tayyorlab oldik. Endiki bosqichimizda rasmiy qo'rishni boshlab ketamiz ustam. Bo'ldi. Buni tayyorlagan Yes Пурчақni avval bir qatim qaynoq suvdan o'tkazib olamiz. Qo'rishdan burun avval qaynoq suvdan o'tkazdik ekanmiz-da? Qaynoq suvdan o'tkazib olamiz bir qatim. Qanchalik miqdorda suv qo'ysak bo'ladi? Yes Пурчақ cho'pidak suv qo'ysak bo'ladi. Yeterlik bo'ldimi? Bo'ldi. Yes Пурчақni suvga soldik. Yes Пурчақni suv qaynag'uchilik so'q suv bo'lamkan, salsaq bo'lamda? Bo'ldi. Qadim qaynamasan bo'ldi. Hozir suvsak bo'lamdi. Suvsak bo'ldi. Suvni to'kib, suvning o'rniga may qo'yamiz. Mana qozonimizmi qizib qopti, endi mayni qo'yamdik. Bo'ldi, may qo'ysak bo'ldi. Qanchalik miqdorda qo'ysak bo'ladi? Yes Пурчақ cho'kishda qo'ysak bo'ldi. Bu san programmamizni ehson maychiligi, ehson yurishlik maylari bilan shundaqla qaydo yemeklik pishiqlab ishlash savati, qaydo markalik yurishlik tanqidlar bilan ta'minladi. Programmamizni qo'llagan o'rinlarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Bu Yes Пурчақni normal qilganda salsaq bo'ldi.
Bak kızıtmasak mı buldu ekan da? Bak kızıtmasak buldu. Ya normal qilganda yuz burchaqni solsak bu katta qilib yaxshi pishadi bularni. Ha. Yuz burchaqni mayda qanchalik vaqt qo'raymiz taxminan? Taxminan oylarda qilib qo'ysak 4 minut atrofida qo'ysak. 4 minut atrofida. O'tniki esimning yo'qotib qatta. Ha. Sarg'aytamdiq. Sarg'aygacha. Mayga selib olgan yuz burchaqni siz sarg'aygacha qo'raydi ekanmiz a? Bo'ldi, mana boshqa tomonga atrofda qissa bo'ldi. Ha. Pek sarg'aytmi ketmaydi ekan a? Sarg'ayib ketmaydi. Yog'da tuz olgan bu yuz burchaqni endi biz choylar suzib olamizmi mayda? Suzib oldik. Suzib olgandan keyin qozon yoqildi. Ko'p emas taxminan 2 qo'shiq, 3 qo'shiq atrofida qozon moylashqidek qo'ydik ekanmiz-da. Bir qo'shiq bos bo'ldi. Ovozni solib ekanmiz-da. Ovozni solib ekan. Go'sht qo'rqaq bo'ldi. Go'sht pishqcha. Endi go'sht pishib bo'lgandan keyin biz to'g'ralgan g'ol piyoz, samsa, zanjibil qatorliqlarni biroq solib ekanmiz-da. Biroq solamiz. Endi biz qo'ldan qahmosh kavovchin go'sht qovurilgandan keyin piyoz, zanjibil, samsoqlarni selib, bezirib xushpurug'i chiqqandan keyin qahmosh, kavovchinni solib ekanmiz-a? Tam qurishlaridan. Ondan keyin mayni o'tkazilgan yuz burchaqni solamizmi? Mayga yuz burchaqni solamiz. Bunu tantos qilurdan tuz, to'xtam javiri, tetqo. Bularning miqdori taxminan mush bir qo'shiq atrofida bo'ladimi? Bo'ldi. Kunjut. Kunjutdan 2 qo'shiq atrofida bo'lsa bo'ldi. Qo'shiq. Endi quruq yuz burchaq qo'rimsi tayyor bo'ldi. Qo'rim tayyor bo'ldi, endi ustoq bo'lamda. Mezilik puruqidan nafsim taqildab ketyapti, turolmay qoldim, kichik qoldidek. Mana qisqagina necha minut ichida mezilik, o'xshagan, quruq qo'rilgan yuz burchaq qo'rimisi tayyor bo'ldi. Bu qo'rimni tayyorlab bergan Izjon ustamga alohida rahmat aytamiz. Ko'rman do'stlar, sizlarni o'rganib oldinglarmi? Oshpaz tor bekitimizni ziyorat qilish orqali texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar. Torbat adresimiz www.chekit.com. Undidar saloni izlashnomimiz Oshpazjon. Turmushingizga kunda yangi tam programmasini hamroh qiling. Dasturxoningizdan har kuni yangi tamlar uzilmasin, oilangizdan shodlik va barakatlar ketmasin. Ko'rman do'stlar, bu ham programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qisani ko'rishaylik. Xayr xo'sh.